70% insonlar maktabda olgan bilimlaridan afsuslanishadi, chunki katta hayotda, mustaqil hayotda bu maktabda o'rgangan narsalaringiz umuman почти что kerak bo'lmaydi. Lekin maktabda o'tilgan narsalar hammasi unutilgan, sababi miya u narsalarni o'chirib tashlaydi. U bizga keraksiz informatsiya. Ya'ni maktab sizni mustaqil shaxs, kuchli shaxs bo'lib yetishingiz uchun hech qachon tayyorlamasligini men tushunib yetdim. Hamma narsani bilishi kerak degan narsa bu umuman xato narsa. Siz zavod, fabrikalarda ishchi bo'lmoqchi bo'lmasangiz, qanaqa qilish kerak, nimalarni o'rganish kerak? O'zimning tajribamdan kelib chiqib sizga maslahat beraman. Assalomu alaykum. Ismim Feruza va YouTube kanalini yuritaman. Bu YouTube kanalda o'zimning tajribalarim, bilimlarim, nimalardan afsuslanaman, nimalar qilganim noto'g'ri va qanday qilsa to'g'ri ekanligini o'z tajribamdan kelib chiqib, o'rganganlarimdan kelib chiqib bo'lishib boraman. Shunday ekan, birinchi o'rinda men ozgina orqaga qaytishim kerak, ya'ni maktab davrlariga, maktab sistemasidan men juda ko'p sohalarda afsuslanaman. Ya'ni maktab bizga qanaqa darajada kerak, bizga esa qanaqa qilib o'rgatiladi, tushuntiriladi. Bu juda ham katta xato. Asosiy sizni rivojlanishingiz, o'sishingiz kerak bo'lgan yillar ishchi qilib yetishtirish uchun tayyorlaydi. Ya'ni maktab sizni mustaqil shaxs, kuchli shaxs bo'lib yetishingiz uchun hech qachon tayyorlamasligini men tushunib yetdim. Har safar qaysidir fanni o'rganayotganimda bu fan menga nima uchun kerakligini bilmasdim. Menda hali senga mana shu narsalar, shularni o'rganishing kerak deb menga talab qo'yilganda, nimaga men bu narsalarni o'rganishim kerak deganimda, katta bo'lganingda masalan magazinga kirib nimadir olsang, senga sdach qaytarishganda seni aldashlari mumkin. Shuning uchun sen matematikani o'qishing kerak, shuning uchun mana bu fanlarni o'qishing kerak deyishganda, ha, shunaqa ekanmi deb men hamma fandan 5 ga o'qishga harakat qilganman. Juda ham qattiq harakat qilganman. Meni o'zim xohlagan narsalarim, o'zim qiziqqan narsalarga men vaqtim bo'lmasdi. Chunki misol 7 soat dars bo'ladigan bo'lsa, 7 ta fan, 7 ta kitob, 7 ta darslik, har bitta fandan konspekt qilinishi kerak, misol masalalar ishlanishi kerak. Maktabdan kelganingizdan keyin asosiy vaqtingiz yana o'sha darslarni qilishga ketib qoladi. Lekin siz inson sifatida ruhan cho'kasizda, o'sha mengacha shuncha narsalar o'ylab topilgan, mana shunaqa formulalar, shunaqa narsalar qilingan ekan, meni вообще nima qilib bera olaman dunyoda degan ishonchingiz ham tushib ketadi. Xo'p, mayli, menga shuni o'rgan debdi, shunda yaxshi bo'lar ekan hayotim deb o'rganishni boshlaysiz, o'rganasiz, 5 ga o'qiysiz, harakat qilasiz, lekin maktabni bitirganingizdan keyin afsuski o'rgangan narsalaringizni hech qaysisi почти что 70% insonlar maktabda olgan bilimlaridan afsuslanishadi, chunki katta hayotda, mustaqil hayotda bu maktabda o'rgangan narsalaringiz umuman почти что kerak bo'lmaydi. Agar siz institutga, kollejga kirmoqchi bo'lsangiz, maktabda o'rgangan 5-sinfdan yuqori bilimlarni yana qayta takrorlab, keyin yana ustiga qo'shimcha qo'shiladi. Prosta vaqtingizni bekorga sovurish. Hozir men sizga, agar siz zavod, fabrikalarda ishchi bo'lmoqchi bo'lmasangiz, qanaqa qilish kerak, nimalarni o'rganish kerak? O'zimning tajribamdan kelib chiqib sizga maslahat beraman va maktab sistemaga ham hammamiz birlashgan holda o'zgarishlar kiritishimiz kerak. O'sha ko'pgina davlatlar mana shunaqa sistemalarni qo'llab, maktab tizimini umuman o'zgartirishyapti. Maktab sistemasi 19-asr sanoat davri uchun kerak bo'lgan. Ya'ni sanoatlashishga o'tishyapti, vot fabrika, zavodlash ochishyapti va unga ishchilar kerak bo'lgan. Mana shu ishchilarni tayyorlash uchun moslangan maktab sistemasi. Bu haqida faktlar bor. Men hozir qisqa videolar ham qo'yib ketaman. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim emas. Современная система образования является самым большим обманом человечества. Готов к самой жесткой правде? Тогда слушай. Современная система образования – это не про знания. Это про контроль. Она не учит думать, не готовит к реальной жизни, а программирует людей на послушание. Первая школа убивает креативность. Тебе с детства вбивают: не ошибайся, делай, как сказано. Но знаешь, кто добивается успеха? Те, кто рискует, экспериментирует и ломает правила.
Школа делает из тебя винтик, а не создателя. Второе, тебя учат запоминать, а не понимать. Зубрежка вместо критического мышления. Большая часть информации – бесполезный хлам, который ты забудешь через неделю. Но тебя натаскивают на тесты, чтобы проверить, насколько хорошо ты умеешь подчиняться системе. Третье, образование устарело на десятки лет. Пока технологии развиваются бешеными темпами, тебя учат тому же, чему учили твоих родителей. Школа не готовит к жизни в 21 веке. Она готовит к миру, которого уже нет. Четвертое. Дипломы ничего не значат. Тебе говорят, учись хорошо, получишь хорошую работу. Ложь. Рынок ценит навыки и опыт связи. Твой диплом – это просто бумажка. А зарабатывают те, кто умеет решать реальные задачи, а не заполнять тесты. Пятое. Тебя готовят быть наемным работником. В школе и университете тебя не учат инвестировать, запускать бизнес, разбираться в финансах. Почему? Потому что система создана для того, чтобы ты работал на чужие мечты, а не на свои. Шестое. Образование выгодно не тебе, а корпорациям. Ты думаешь, что учишься ради будущего? Нет, ты ресурс. Система штампует сотрудников, которые потом идут работать на компании, которые платят государству налоги. Это цепь, и ты в ней звено. Вывод. Современное образование – это фабрика послушных работников. Ya'ni sanoatlashtirish bu hammasi davlat hukmi ostida bo'lgan. Avval masalan fabrika, zavodlar hammasi davlatga qaragan. Davlat o'ziga ishchi chiqarish uchun mana shu o'qish sistemasini o'ylab topgan. Hozir men sizga savodxonlik va maktab sistemasini farqlarini tushuntiraman. Bizga savodxonlik kerak, albatta kerak. Kim sizga kerak emas debdi, lekin bu yerda keraksiz bilimlar juda ko'p. Videoni oxirigacha eshitsangiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Ha, haqiqatni aytaman va siz ham tushunasiz. Ya'ni o'sha o'ziga ishchi ko'proq yaratish uchun bu davlatlarga muhim edi. Lekin 21-asrga kelib davlatlar уже insonlarni o'ziga topshirib qo'ydi. Ya'ni hammasi uni qo'l ostida emas. Davlat shunchaki soliq oladi va уже davlatga bunaqa ko'p ishchilar kerak emas. Hozir maktab sistemasi umuman o'zgarishi kerak. Bu maktab sistemasi o'sha 19-asrda tuzilgan programma ostida qolib ketgan. Buni davom ettirish umuman kerak emas. O'sha ko'ryapsizlar, vaqtlar qisqargan, vaqt tez o'tyapti. Mana shuncha yilingizni siz keraksiz har xil fizik formulalar, matematik, kosinus, sinus, kotangens, tangenslarni o'rganishga, ximichskiy bryuzol nechtadir ximik anaqalarni yodlashga, tarixiy sanalarni, insonlar qachon tug'ilgan, qachon bu dunyodan o'tgan, qaysi asarlarni ular yozib qoldirganini bizga umuman keragi yo'q. Kerak bo'lgan sohalar, kerak bo'lgan insonlar o'zlari qiziqqan holatda bu narsalarni o'rganib davom ettirish kerak. Hozir men sizga bitta misol keltiraman. Hozir butun dunyo sistemasiga masalan olaylik raketa. Mana bu raketa. Hamma bu raketani qanday konstruksiya, qanday tuzilgani, u qanday uchishi, qanday boshqarilishini hamma o'rganadi desam, siz nimaga bu menga nima kerak deb hayron qolasiz. Lekin biza raketani o'rniga olaylik fizika, biologiya, matematika, tarix, ona tili, adabiyot juda ko'p bo'lgan. Biz hayotimizda doimiy ishlatmaydigan narsalarni hamma o'rganishi kerak bo'lgan. Hamma narsani bilishi kerak degan narsa bu umuman xato narsa. Mana raketa uchishini o'rganish kerak desa, siz aytasiz, men kelajakda kosmonavt bo'lmoqchi emasman. Men nimaga buni hamma narsasini o'rganishim kerak, nimalardan tuzilgan, qanday uchish kerakligini nimaga o'rganishim kerak deysiz. Lekin siz fizik bo'lmoqchi emassiz, matematik bo'lmoqchi emassiz, biolog yoki adabiyotshunos boshqa sohalarni o'sha sohada ketmoqchi. Hozir 1 minut o'sha sohalarda ketmoqchi emassiz-da, lekin ularni hammasini 100% murakkablashtirilgan sistemda o'rganishingiz kerak. Lekin nimaga siz ayta olmaysiz, nimaga men bularni o'rganishim kerak, men xohlamayapman degan narsa yo'q. Bu standart umumta'lim, butun dunyo shuni o'rganadi, shuni o'rganishimiz kerak degan fikrni endi o'zgartirish kerak. И сотворили школу так, как повелел дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в 4 стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть.
Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Это сказал швейцарский педагог, публицист Фарьер. Вот скажите мне, пожалуйста, это он сказал там в начале века? Неважно. Сегодня актуально так же. Maktab yaxshi, maktab kerak, lekin qanchalik judayam ko'payib ketmaganmi biz oladigan bilimlarimiz. Mana shunday maktabga kelasiz, mana stolni qo'yib beradi sizga, o'tirasan mana shu yerda 5-6 soat inson o'tiradi. O'tirganda hozir men sun'iy intellektdan aniqladim, ChatGPT bilan, ya'ni qanaqa insonga zarar keltiradi. Birinchi bo'lib qarang, salomatligimizda nima zarar keltiradi? Shu 5-6 soat o'tirishi energiyani kamaytiradi, diqqatni pasaytiradi, jismoniy muammolar, bel og'rig'i, bo'yin mushaklari, mana shunday doim bitta anaqada turish, bu og'riq, taranglik olib keladi, ruhiy salomatlikka zarar, ya'ni uzoq o'tirish stress, zerikishni hosil qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson harakat qilganda nabarot miyasi faol bo'lar ekan. Keyin samaradorlik, ya'ni doim 5-6 soat mana shunday bu dars o'tiladi, 40 minut, 5 minut tanaffus, siz keyingi kitobni olib o'qituvchi kirishga ulguradi, keyingi dars boshlanadi. Bu samaradorlikni juda ham pasaytirib tashlaydi. Siz mana shuncha informatsiyani qabul qila olmaysiz. Borgan sari odamlarning diqqati, informatsiyani qabul qilish darajasi pasayib ketyapti. Shuni hisobga olib ham darslarni ozgina qisqartirib, tanaffuslarni ko'paytirish kerak. Ya'ni tanaffuslar ham harakatli, qanaqadir bir qiziqarli qilib o'tkazish kerak. Qarang, bu birinchi xatosi. Lekin maktabni yaxshi tomonlari ham ko'p. Ya'ni jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, juda ham ko'p kerakli narsalarni o'rganamiz. Bularni, ya'ni kerakli taraflarini saqlab qolib maktabni, qolgan mana bu keraksiz bilimlar, qanaqadir testlar, sanalarni eslab qolishimiz, bu sizni sanani eslab qolganingiz kelajakda hayotingiz zo'r bo'lishiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bu narsalarni umuman yo'qotib, lekin masalan nimaga biza baribir bilimimiz bo'lishi kerak, bizni tanamiz qanaqa, biologiyadan xabarimiz bo'lishi kerak, tarix qanaqa bo'lgan insonlar, albatta bu narsalardan xabarimiz bo'lishi kerak. Bizni, ya'ni bu narsalar yangicha bizga o'tilishi kerak o'sha darslarda. Mana kitoblarni, og'ir kitoblarni bolalar ko'tarib borib, ko'tarib kelishi bu noto'g'ri narsa. Hozir yangi masalan filmlar asosida ko'rsatilishi kerak. Tarixmi? Tarixga qiziqib chuqurlashib ketgan bolalarni alohida yig'ib bo'ldi, tarixchilar qilish kerak. Ularga yana chuqurroq o'rgatilish kerak. Lekin umumiy o'rgatilish uchun umumiy istoriya, ya'ni tarix haqida fikr shunaqa bo'lgan, ya'ni film shaklida taqdim etilishi kerak deb hisoblayman. Biologiya ham, fizika ham, adabiyotlar ham xuddi shunday taqdim etilishi kerak. Ya'ni jahon adabiyoti. Nimaga biza mana shu adabiyotda inson shu sanada tug'ildi, shunaqa narsalar yozdi. Har bitta nechta inson bor, nechta mashhur shaxs bor. Nimaga biz ular hammasini eslab qolishimiz kerak? Nimaga ularni hamma yozgan, kim nima yozgan, qaysi asar nimaga kerak bizga? Nima beradi kelajagimiz uchun u narsalar? Xo'p, yozishibdi, biz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Umumiy bizda fikr bo'lishi kerak. Mana shunaqa insonlar chiqqan, shunaqa yaxshi inson bo'lishgan. Ya'ni dalshi bizga kerak bo'lsa, ularning istoriyasi qiziq bo'lsa, biz Googledan boshqa narsadan topib bemalol o'rganib olamiz. Bular fan qilib, chuqur o'rgatilib, ya'ni ulardan test olinishi bu umuman noto'g'ri narsa deb hisoblayman. Shu sohaga qiziqqan tarixshunos, adabiyotshunoslar yana chuqurlashib o'rgatilsin, lekin umumiy jihatdan bu narsalardan test olib o'rganish noto'g'ri. Masalan, Alisher Navoiy, Amir Temur, buyuk shaxslarimizni biz o'rganishimiz kerak, albatta, lekin hammasini o'rganib tugata olmaymiz. Yildan yilga bunaqa shaxslarimiz ko'payib ketadi borgan sari. Shuncha informatsiyani nimaga biza keraksiz narsalarni miyaga band qilishimiz kerak, keraksiz narsalar bilan. Qarang, maktabning yaxshi tomonlarini aytmoqchiman. Sizda disiplina hosil bo'ladi, jamoada ishlash va muammolarga yechim topishni o'rganasiz. Lekin, xo'p, mana shu narsasini saqlab qolgan holda, mana bu yerda keraksiz, aytaylik 100% qilib oladigan bo'lsam, 20% mana yaxshi narsa, 80% mana bu keraksiz axlat narsalarni berib turibdi. Bularni yo'qotib, mana shu kerakli narsasini saqlab qolaylik, disiplinasini saqlab qolaylik. Jamoada ishlash bor.
masalan jamoaga kirishib agar umuman maktab sistemasini yo'qib tashlash kerak desa, bu ham noto'g'ri narsa. Maktab sistemasi kerak, bolalar bir-biri bilan suhbatlashish, muzokaralar olib borish, shunaqa narsalarni o'rganishadi, bir-biri bilan gaplashishi. Lekin это qanchalik keraksiz narsalar. Biza masalan bitirganimizga 10 yil o'tgandan keyin hamma sinfdoshlar yig'ildik va hammamiz bir-birimizga savol berdik. Xo'sh, maktabda o'rgangan narsalaringni kim eslab qolgan? Hech kim absolyutni eslab qolmagan maktabda o'tilgan narsalarni. Kimki masalan o'sha tarix yo'nalishida ketgan bo'lsa, yana bilimlarini ko'paytirib, o'sha o'zini sohasiga kerakli bo'lgan narsani eslab qolgan, matematika yo'nalishida bo'lsa, u o'zini sohasidagi narsani 6 суровых истин о школе. Их не хотят признавать, но рано или поздно это поймет каждый. Номер 1. Школа отвлекает тебя от твоих настоящих целей, заставляя изучать множество предметов, которые не имеют отношения к твоей мечте. Номер 2. В школе сначала дают урок, потом тест. В жизни наоборот. Сначала испытание, потом урок. Номер 3. Оценки в школе – это всего лишь результат твоей памяти, а не твоего интеллекта. Номер 4. Система образования не стремится воспитать свободно мыслящих людей. Ее цель – подготовить послушных работников. Номер 5. Школа учит следовать правилам, но именно те, кто осмеливается нарушать правила, зачастую добиваются наибольшего успеха. Номер 6. Школа готовит тебя быть потребителем, а не создателем. Но в современном мире гораздо важнее уметь создавать ценность, а не просто потреблять то, что создают другие. lekin maktabda o'tilgan narsalar hammasi unutilgan, sababi miya u narsalarni o'chirib tashlaydi. U bizga keraksiz informatsiya. Masalan, hamma narsani bilish kerak. Nimaga kim aytdi? Siz nimaga raketada uchmasangiz, nimaga siz raketani to'liq qanday uchishini, nimalardan tashkil topgan, nimaga bilishingiz kerak? U sizga yordam bermaydi, kerak emas. Yo'q, umuman yangi maktab sistemasi to'garaklarga bo'linib tashlash kerak deb hisoblayman. Masalan, kimdir nimaga bizada hozir aytaman sizga eng kerak bo'ladigan narsalar o'rgatilmaydi. Nimaga moliyaviy savodxonlik, nimaga siz pul topish, pul sarflash, pul ekonom qilish, stresslarni qanaqa boshqarish, odamlar bilan qanaqa gaplashish, sizga qo'pol gapirganda qanaqa u inson bilan gaplashib, muomala qilib muzokaraga kelish yoki bir kerakli hayotingizda realni kerak bo'ladigan hayotiy realni ko'nikmalar, bilimlar o'rgatilmaydi-da. Kosinus, tangens, kotangens, yillar, testlar, adabiyot, ona tilidan qoidalar yodlaysan, lar qo'shimchasi nimaga kerak? Yoki biologiya. Endi biologiyani men ozgina yaxshi ko'raman, buni inson bilishi kerak, lekin mana shunaqa biologiya, fizika, kimyo fanlari bizga filmlar orqali ko'rsatilishi kerak, chunki bizning yosh avlodimiz Imron Yazaynita, chunki bizning yosh avlodimiz уже vizual qabul qiladi. Biz mana kitoblardan o'rgandik, kitob davri pashti tugabdi hisob, endi hamma narsa vizuallashadi. Shuning uchun maktab sistemasini o'zgartirish kerak, ya'ni umumiy ta'lim berilishi kerak, umumiy nazariyaga ega bo'lish kerak. Inson tanasi qanaqa ishlaydi, bu narsalar film qilib ko'rsatilishi kerak. Kerak emas kitoblardan o'qitib, testlar olib. Test bu xotirani o'lchash uchun baho qo'yiladi maktabda. Ya'ni bolalarni doim xotirasi tekshiriladi va shu orqali konkurensiya uyg'otiladi ularda. Bu noto'g'ri narsa. Kimdir xotirasi zo'r, kimdir jismoniy zo'r, kimdir ijodkorligi zo'r, kimdadir boshqa qobiliyatlarimiz bor bizani, lekin biza maktabda hammamiz xotiramizni testdan o'tkaziladi. Masalan, men harakat qilardim hamma fandan zo'r o'qishga, yodlashga, lekin maktabga kelganimda men o'qigan narsalarim esimdan chiqardi va testda o'z-o'zidan xotirasi kuchli o'quvchiga qaraganda men bahoyim pastroq bo'lardi, chunki men o'qidim. U bilan meni harakatim bir xil bo'ldi, lekin uni xotirasi kuchliligi sabab u maktabda 5 baho olyapti. Meni esa o'sha narsani yaxshi eslab qola olmaganim uchun 4 olyapman. Приходите на экзамен, тянете билет и 0. Причем 0
не потому, что вы этого билета не видели, а вы вчера его учили, только ничего сказать не можете. Вы получаете то, что заслужили, идете домой, в горе ложитесь спать, утром просыпаетесь и можете ответить на 5. И где это было? Эти знания бродили вчера? keyin ikkalamiz bir xil o'rganyapmiz, bir xil o'qiyapmiz, lekin u 5 olyapti, men 4 olyapman, men o'zimga bo'lgan ishonchim tushadi. Men 4chi ekanman yo 2chi, 3chi ekanman deb hozir 2chi, 3chi temalarga ham kelamiz. Va baholash sistemini umuman o'zgartirib tashlash kerak. Hammani qobiliyatiga qarab baho berilishi kerak deb o'ylayman. Смотрите вот сюда. Так выглядит современный телефон. А вот это телефон 150 лет назад. Разница огромна, не так ли? Вот это современный автомобиль. А вот автомобиль 150 лет назад. А теперь посмотрите на это. Это современный школьный класс. А вот таким класс был 150 лет назад. Вам мне стыдно. Прошло больше столетия, но ничего не изменилось, и вы все еще утверждаете, что готовите детей к будущему. Но после всех моих доказательств я должен готовить своих учеников к будущему или прошлому. Я сделал проверку и выяснил, что вы готовите людей только для работы на заводах. Это объясняет то, почему вы сажаете учеников стройными рядами и заставляете их сидеть смирно, лишь иногда давая возможность поднять руку для ответа и давая короткий перерыв, чтобы перекусить. И по 8 часов в день указываете им, о чем нужно думать. А потом заставляете их соревноваться между собой, чтобы получить почти бесполезную оценку, которые должны оценивать их знания. Men juda ham xohlayman maktabda bolalar kichkinaligidan pul topishni o'rganishini juda ham xohlardim. Chunki men maktabni bitirib, kollejni ham bitirdim, lekin umuman nima qilishni bilmayman. Qayerga borishni bilmayman, qanaqa qilib pul topishni bilmayman. Men maktabda o'rgatilgan sistema, zavodlarda sotuvchilik qilib, nimalardir qilib ishlagim kelmadi umuman kimnidir qo'lida, lekin majbur bo'ldim, chunki meni tajribam yo'q, bilimim yo'q, ishlashga majbur bo'ldim. Va keyinchalik men bu narsalarni yana qaytadan o'rganib, qaytadan moliyani o'rganasiz, pul topishni o'rganasiz va vaqt ketadi. Mana shuncha yil vaqtingizni bekorga sarflagan bo'lasiz. Qaytadan o'rganasiz siz hayotiy bilimlarni hammasini. Shuning uchun men nima maslahat beraman o'quvchilarga, ota-onalarga? Masalan, hamma fandan 5 o'qishi mumkin emas. Bu aqlga sig'mas narsa. Statistika bo'yicha ham har bitta farzand, bola hamma fandan 5 ga o'qishi umuman mumkin emas. Bu narsaga harakat qilish kerak emas. Meni xatoyim nimada deb hisoblayman? Men hamma fandan 5 ga o'qishga, yaxshi bo'lishga, qulay bo'lishga ustozlarga yoki boshqa insonlarga harakat qilganman. Mana shu narsaga harakat qilish xato ekanligini shu video orqali tushuntirmoqchiman. Siz maksimum 5 ta fandan yaxshi o'qishga harakat qilishingiz, 3 tasidan yaxshi o'qisangiz normal hisoblanadi. Shuning uchun siz o'zingizga yoqqan sohalarni, siz qiziqqan narsalarni yaxshiroq o'qib, faqat o'sha fanlardan yaxshiroq bo'lishga haqqingiz bor. Majbur emassiz hamma fandan 100% darslarni tayyorlashga. Men lutchi xohlardim vaqtni to'g'ri boshqarish, motivatsiyani ushlab qolish, odam ichki o'zini motivatsiyasini ushlab qolish, shaxsiy rivojlanishiga e'tiborini kuchaytirish. Yana boya gapim chala qoldi. To'garaklarga bo'linishini va bolalar yoshligidan pul topishga o'rganishini xohlardim. Masalan, bitta guruh har xil o'simliklar, pomidor, bodring o'stirishyapti, kimdir non yopyapti, kimdir qanaqadir taxtadan, loydan kulolchilik ishlab chiqarish va bozorda ham maktab yarmarkalari tashkil qilinib, bolalar o'zi yetishtirayotgan, ishlab chiqarayotgan narsalar sotuv yo'lga qo'yilib, ular bu sotuvdan daromad qilishlarini xohlardim. Masalan, ayniqsa hozir Xitoyda mana bu roliklarni ko'ryapmiz-ku, bog'chada 4-5 yoshli bolachalar hamma ishni o'zi qilish o'rganyapti, tikish, to'qish va pishi zo'r narsa. Kichkinaligidan bolalar mana shunaqa narsalarni o'rganish kerak deb men hisoblayman. Эти китайские сады вас точно удивят. В то время как в обычном садике дети спят, едят и гуляют, в китайских садах детей готовят ко взрослой жизни. Их учат готовить разную еду, шить и убираться. И вместо того, чтобы бездарно зависать в телефоне,
Дети в Китае готовятся к будущему. Они пробуют самые разные профессии. Так они лучше понимают, чем на самом деле хотят заниматься в жизни. Воспитатели занимаются не только обучением детей, но и развитием у них самых разных навыков, мелкой моторики. А ручной труд гармонично развивает у детей оба полушария мозга. Поэтому китайские дети доминируют на всех школьных олимпиадах в мире. И китайская экономика лучшая во всем мире. А еще вас удивит обычный урок физкультуры в садике. Дети в юном возрасте владеют телом лучше большинства взрослых. Главный девиз Китая – «Дети – это наше будущее». А вы хотели бы, чтобы ваши дети ходили в такой садик? Или это лишает их детства? Поделитесь своим мнением в o'sha to'garaklarga bo'linib hamma masalan to'garaklarga bo'linsada hamma ishtirok etib ko'rsin bolalar unda bunda o'zini sinab ko'rsin va o'ziga yoqqan bir 3 ta yo'nalishni xohlab har kuni masalan darslar qisqartirilib keraksiz narsalar olib tashlab bir bolalarni rivojlantirish uchun uni haqiqiy ichida kim ekanligini ochib beradigan bir yo'nalishlar sohalar to'garaklar ko'paytirilsa. Men xohlardim maktabni bitirgan bola mashina haydashni bilsa, уже prava bilan chiqsa va o'sha 18 yoshdan oshgandan keyin uni qo'lida pravasi bor, ozgina praktika qilib уже mashina haydab ketsin. Biz mashina haydashni yana qaytadan o'rganamiz, velosiped haydashni bilmayman, suzishni bilmayman. Hayotda kerak bo'ladigan narsalarni o'rgatsa yaxshi bo'lardi maktablarda deb hisoblayman. Yaqinda NASA'ni bir tadqiqotini o'qidim. 5 yoshlar bolalarida test olgan ekan. Ular qanchalik geniy, ya'ni noodatiy fikrlaydi, kreativ yondashuv masalasida test yechasiz, natijaga qarab buyuklikdan shuncha nasibasi bor ekan. 98% chiqqan. Misol uchun 100 ta boladan test olgan, misol uchun 5 yoshlar. 98 tasi Ibn Sinoda, 98 tasi Beruniy, 98 ta hozir zamonda eng dohiylar kim bo'lsa o'sha. 98 ta Nobel olish mumkin bo'lgan 5 yoshlar bolalar turibdi. Oradan 5 yil o'tgandan keyin yana olishadi shu testni. Hali ko'rsatkich 30% ga tushib qo'ygan. Chunki bular maktabda 3 yil o'qidi, 4 yil o'qidi. Butun dunyoning ta'lim tizimi oddiy odamni buyuk qilishlikka emas, buyuklarni oddiy qilishlik uchun xizmat qiladi. Ya'ni fanlarni o'qishga biza moslashmasligimiz kerak o'quvchilar. Bizaga fanlar moslanishi kerak deb ta'lim sistemasi o'quvchilarga moslanishi kerak уже deb hisoblayman. O'tgan asrlar nima bo'lsa bo'ldi, biza o'qidik, shuncha vaqtlarimizni bekorga sarfladik. Mayli, kerak bo'lgan ekan bu ham. Lekin bu narsani xatoligini biza aytishimiz kerak-ku. Biza olgan 70% bilimlar umuman biza hayotimizda kerak bo'lmadi. Masalan, maktabni bitirganingizdan keyin 15 yoshingizda, 18-20 yoshida, uzoq 25 yoshda qizlar ona bo'lishadi. Onalikdan ozgina qanaqadir bilimlar berilishi kerak. Ona bo'ladi, hech nimani bilmaydi, qanaqa emizish kerak, umuman tug'ruqlar qanaqa bo'ladi, bu haqida bilimlar berilishi kerak. Yoki yigitlarga alohida bir oila haqida munosabatlar qanaqa bo'lishi kerakligi haqida bilimlar berilsa bo'lmaydimi? Bu narsalarni hammasini qaytadan o'rganishingizga to'g'ri keladi. Chunki siz maktabda o'rgangan sanalaringiz, tarixiy chislolar, kosinus, kotangens, tangens, formulalar, nimaga hamma narsa nazariy o'rgatiladi. Mana doskada nazariy biz o'rganamiz nazariy qarab o'tirib o'sha narsalarni hisoblab o'rganamiz. Biz bu nazariy o'rganish umuman inson tabiatiga xos narsa emas. Inson amaliy o'rganishi kerak. Bu qadimdan o'zi shunday bo'lib ketilgan. Keyin o'sha sanoat davrida maktab sistemi o'qisang yaxshi bo'ladi degan narsa kirib keldi. Va sanoatga tayyorlanib ketdi. Shu bilan nazariy o'rgatilish qolib ketdi sistem. Bu narsa o'zgartirilib endi amaliyga o'tishimiz kerak. Biz amalda qilib ko'rishimiz kerak. Albatta amaliy butunlay yo'q demoqchi emasman, bor, lekin bu juda ham kam miqdorda. Maktab ta'limi asosan nazariy bilim berishga qaratilgan. Вы знаете, чему сегодня учатся дети в школе? Что дает вообще сегодня детям образование? Современная система образования дает 90% информации, которая никогда не применится в жизни. Современная система образования, она дает на 89% детей, которые страдают психическими расстройствами.
Современная система образования дает нам 93% выпускников школ, которые имеют приобретенные или хронические заболевания. И современная система образования, она дает 98% потери гениальности. Mashhur shaxslardan man Jon Taylor Gatto maktab kuchli shaxslarni emas, itoatkor ishchilar tayyorlaydi deb o'zini gaplarida chiqishlarida aytgan. Ya'ni haqiqatdan itoatkor ishchilarni tayyorlash uchun moslangan maktab sistemasi. Mana bunaqa qilib o'tirasiz, umuman qimirlamaysiz, gapirish, yoningizdagi odamga fikringizni aytish, uchar, jim deyiladi, to'g'rimi? Hatto hojatxonaga borish uchun ham qo'lingizni ko'tarasiz. Bu kimlarni tayyorlaydi? Bu ishchilarni. Ya'ni sizni erta boshqarish oson bo'lishi xohlanadi. Biror zavodga borsangiz, siz mana shunaqa muomalaga tayyor bo'lib borasiz, lekin kuchli lider shaxslarni bunaqa qilib tarbiya qilinmaydi. Ser Ken Robinson maktab ijodkorlikni o'ldiradi deb kelgan. Haqiqatdan, ya'ni hamma narsani bilish kerak, lekin o'sha bitta inson bitta sohada chuqur emas. To'g'rimi? Biz hamma narsani o'rgana olmaymiz, buni imkoni yo'q, lekin maktab shu narsani xohlaydi. Elon Musk mana oxirgi mana avlod taniydi, juda ham yaxshi ko'ramiz. Dunyoning eng boylaridan hisoblanadi hozir. U maktab sistemasini butunlay qoralab, o'zini bolalarini maktablarga jo'natmaydi. Ya'ni umumta'lim maktablariga jo'natmaydi. U o'zi alohida maktab ochgan, Ad Astra nomli maktab va bolalari o'sha yerda nazariy emas, amaliy narsalarni o'rganishar ekan. Haqiqiy muammolarni qanaqa qilib yechish kerak va mana shunaqa narsalarni o'rgatar ekan. Mana shundan ham ma'lum bizning maktab sistemamiz уже noto'g'ri. Men ozgina nimalar haqida qanaqa ketma-ketlikda ketish kerakligi esimdan chiqib qolmasligi uchun o'zimga anaqa tayyorlab oldim. 11-летний ученик назвал 10 причин, почему дети не хотят ходить в школу. Вот первая причина его учитель. Когда вы только приходите в школу, вам тут же пытаются внушить боязнь учителя. Страх оценки. Прививают страх оценки, а потом страх наказания родителей, директором школы и так далее, и так далее. Страх ошибки. Школа не учит тому, что ошибаться можно и нужно. Четвертое. Троллинг. Насмешки одноклассников. И часто это вина учителей, которые выставляют детей на посмешище. Дурацкие тесты. Потому что в них нет варианта своего ответа. Объем домашних заданий. Я считаю, что домашние задания не влияют на успеваемость и образование детей, говорит 11-летний мальчик. Запрет на уникальность. В школах не любят, если кто-то отличается от других. Школа не учит быть счастливым. Школа не учит работать с информацией, говорит он. Школа не готовит ко взрослой жизни. Filmlar qilib berilish kerak. Masalan, nazariy emas, vizual. Hozirgi bolalar vizual bo'lib ketyapti. U kitoblardan o'rganish, masalan, qarang. Biza hop kitoblardan o'qidik, o'rgandik, chunki vizual narsalar kam edi. Hozir polностью vizual sistemaga o'tib ketyapti dunyo, lekin maktab nimaga haligacha kitob sistemida qolyapti? Og'ir qilib bolalar sumkalarni ko'tarib keladi. Biz mana shunaqa og'ir sumkalarni ko'targanmiz. O'zi og'ir ko'tarish ham mumkin emas. Bolalar 10 yoshgacha 4 kilogramm bo'lgan yukni ko'tarish kerak. Lekin biz ko'targan sumka qancha ko'p yurgan sarimiz u og'irligi yana ham oshib ketadi. Qanchalik yengil bo'lmasin, shunchalik qattiq og'ir tuyulib boradi. Va mana shunaqa og'ir narsalarni ko'tarish xato. Ya'ni mana bunaqa kitob sistemasidan уже o'tilib, mayli bir ikkita kitoblar bo'lsin, chunki u narsa ham kerak, kitobda o'qishimiz ham kerak, lekin asosiy o'sha biz dunyo haqida bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Ular film tarzida bizga berilsin, keyin o'sha filmlardan biz psixologический test qilib o'tkazib hamma bolalarni tez yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak. Shart emas ularga 6 yil, masalan 4-sinfdan keyin yana 7 yil ularni umumiy hamma narsaga o'rgatish. Tez qobiliyatiga qarab tanlash imkoniyati berilishi kerak. Testlar o'tkazib ko'rishimiz kerak. Kimdir aniq fanlarda, kimdir ijodkor, hamma har xil bo'ladi. Bolalar o'sha kichkinaligidan ma'lum bo'ladi. Shunday qilib ularni yo'nalishlariga bo'lib yorilish kerakligini tavsiya qilaman. Masalan, fizika, Nyuton qonunlari, biologiya, hayvonlar evolyutsiyasi, o'simliklar hayotini film qilib berilsin bizga. Kitobda o'rganib, biz test topshirmaylik, xotiramizni
kerak emas sinab ko'rish, chunki kimnidir xotirasi zo'r, yuqorida aytganimdek, kimdir boshqa taraflama zo'r. O'sha u ham mana shu sog'lig'imizga zarar yetkazadi. Og'ir hammani o'zini shkafchasi bo'lsin, maktabda o'rgangan narsalarni maktabga tashib, uyga kelib, o'sha uyda boshqa narsalar, boshqa to'garaklar, boshqa narsalar bilan shug'ullanish kerak. Moliyaviy savodxonligini oshirish kerak, tadbirkorlikni, stresslarga chidamlilik, boshqa narsalarni umuman o'rgatilish kerak, hayotda kerak bo'lgan narsalarni deb o'ylayman. Endi buyuk allomalarimizga keladigan bo'lsak, nimaga bizda buyuk insonlar bor edi, ular o'zini sohasida top edi, zo'r edi, dunyo bo'yicha ham zo'r bo'lgan. Men o'ylaymanki, o'tirib mana buyuk allomalarimiz savodxonligini chiqarishgan, lekin ularga butun dunyodagi barcha bilimlarni o'rgatish kerak bo'lmagan, ular o'rganmagan. Shuning uchun ular bitta sohada, o'zini sohasida zo'r bo'lib ketgan deb o'ylayman. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentda yozing fikrlaringizni. Menga juda ham qiziq, men bilan bir xil qarashlarga ega bo'lgan insonlar bormi, yo'qmi? O'qish qiziq sizlarning kommentlaringizni ham. Ya'ni testlar haqida gapirdim. Testlar bu faqat xotirani o'lchab beruvchi ko'rsatkich. Butun dunyodagi bolalarning hammasi xotirasidan test topshirmasligi kerak. Ha, aytgancha baholarga keladigan bo'lsak, masalan 2chi bolalar, 3chi bolalar yomon deymiz, lekin bu umuman xato narsa. 2chi, 3chi bolalardan ham juda kuchli. Hatto siz hozir darsliklarda ularni anaqasini o'rganadigan insonlar 2chi bo'lishgan hattoki. Ya'ni mana shu bizada testlar, baholash sistema bir-biriga dushmanlikni ham hosil qilib qo'yadi. Nimaga u zo'r? Nimaga u 5 olyapti? Harakatimiz bir xil, xotirasi kuchliligi uchunmi? Men boshqa narsada kuchliman deb o'ylolmaydi, bola bo'ladi. Hali u haqiqatdan ham u 5chi, lekin ichida dushmanlik, g'arazlik hissini paydo qiladi deb o'ylayman bu narsa. Keyin yaxshi bo'lishga intilish, eng yaxshisi bo'lishga intilish bu xato narsa. Hamma bolalar yetarlicha yaxshi, ya'ni sen 5 olsang yaxshi degan narsani qo'yish, mana shu shartni qo'yish bu xato narsa deb hisoblayman. Barcha fanlardan 5 ga o'qimang, iltimos qilaman, bu umuman kerak emas narsa. Получил он двойку и получил. Да горя на огнем эта двойка-то. Она не показатель ничего. Нам нужны не пятерки в чем-то там, в дневнике, или я не знаю, что у них сейчас там будет. А нам нужно, чтобы он использовал все его возможности, которые ему даны от бабушки с дедушкой, а также от прабабушки и так далее. Много тысяч, десятков тысяч лет назад. Да? Он, возможно, больше, чем Моцарт и Бетховен. Просто вы ничего не понимаете. А возможно, он не по этой части. А почему он должен? Может быть, он математик. А может быть, он будет гениальный шеф-повар. А может быть, девочка, которая ни за что не хочет вообще ничего. Может быть, она будет плести кружева такие, которые будут на Сотбис продаваться там за несметные тысячи чего-то там, каких-то денег. Понимаете? То есть ведь наша задача что? Воспитать обязательно гениального ученого или какого-то великого актера? Нет. У нас задача другая, чтобы наш ребенок был счастлив. А раз счастлив, значит, надо постараться, и это очень трудно, разглядеть, кто он такой, и помочь ему в этом. Не набрасывать на него сеть из возможных. Он должен учиться всего. Играть большой теннис, каллиграфия, пение, чтение, математика, актерское мастерство. Вы хотите его извести поскорее или что? Или чтобы его жизнь превратилась в сплошной... Keyin ikkichilar inson miyasi har xil vaqtda rivojlanib ketishi mumkin ekan. Masalan, siz o'sha fizik qonunlarni o'rganadigan Einstein fizik bo'lgan, adashmasam, u ikkichi bo'lgan, u umuman harf o'qolmagan. Umuman kallasi qabul qilmagan, qanaqa qilib harflarni bir-biriga ulab o'qish kerakligini, lekin u olim bo'lib chiqdi. Ko'ryapsizmi? Bu sizni maktabda nechiga o'qishingiz, kelajakda sizni olimlar chiqarish uchun biz agar shunaqa sistem qo'ydik, hamma kuchli bo'lish uchun desak, bu noto'g'ri narsa. Hatto ikkichi insonlardan ham olimlar chiqadi. Keyin ularning miyasi birdan o'sib rivojlanib ketishi mumkin. Hozir men sizni bitta inson bilan tanishtiraman. Avval uning haqidagi kichkina hikoyani aytaman. Bir kun bitta bolachani qo'liga xat yozib berishib uyiga jo'natadi. Bu hikoyani internetda ham balkim eshitgandirsiz, lekin men ta'sirlanib yig'lab o'rganman bu hikoyani eshitganimda. Va u qo'lidagi xatni onasiga beradi, onasi u xatni o'qiydi.
sizni farzandingiz shunchalik aqlli, shunchalik qobiliyatli, kuchliki, bizni maktabimizda uni o'qitish uchun ustozlarni salohiyati yetmayapti. Shuning uchun uni uyda o'zingiz tarbiya qilib, ta'lim berib, o'stirishingizni tavsiya qilamiz degan so'zlarni o'g'liga aytadi. Hali u kichkina bo'lgan sabab o'qishni bilmaydi. Keyin ha, men kuchli ekanman dedi. Lekin onasi uni shunaqa qilib tarbiyalaydiki, u lampochkani o'ylab topgan, ya'ni ming marta uringan lampochkani ishlab chiqarish uchun Thomas Edison o'zini o'sha vaqtida juda ham kuchli inson bo'lgan, uni qilgan kashfiyotlari butun dunyoni juda ko'p anaqalarni o'zgartirib yuborgan. Ya'ni lampochkani o'ylab topgan inson bir kun o'tirib hamma eski narsalarni titkilab ajratayotganda o'sha xatni topib qoladi, maktabdan berilgan, lekin unda boshqacha so'zlar yozilgan bo'ladi. Sizni bolangiz aqli zaif bo'lgani uchun biz uni maktabda boshqa o'qita olmaymiz, boshqa bolalar bilan birga. Uni o'zingiz uyda o'qiting, boshqa uni maktabga qabul qila olmaymiz degan so'zlar yozilgan bo'ladi. Va onasi uni uyda o'qitadi. Ko'ryapsizmi? Maktab sistemasiga u to'g'ri kelmadi. U aqli zaif deb o'ylandi, lekin kelajakda u qanaqa inson bo'lib chiqdi? U juda ham kuchli shaxs. Juda katta ixtirolar qiladigan, hatto uyingizda hozir yoqib o'tirgan lampochkani Thomas Edison, ya'ni maktabdan aqli zaif deb haydab yuborilgan bola kashf qilgan. Shuning uchun bizda maktab sistema, agar sani kuchli inson chiqadi sandan deyilishi bu xato narsa. Maktabda o'qimagan insonlar, aqli zaif deb tushunilgan insonlar ham juda kuchli insonlar chiqishi mumkin. Bir kuni yosh Thomas Edison maktabdan uyiga qaytib o'qituvchisidan olgan maktubni onasiga berdi. Onasi maktubni ko'zida yosh bilan o'g'liga ovoz chiqarib o'qib berdi. Farzandingiz daho, bu maktabda uni o'qitishga qodir o'qituvchilar yo'q, iltimos, uni o'zingiz o'qiting. Yillar o'tib Thomasning onasi vafot etgan. U allaqachon asrning eng buyuk ixtirochlaridan biriga aylangan edi. Bir kuni Thomas oilaviy arxivlarni ko'zdan kechirayotib, o'sha maktubni topib oldi. U maktubni ochib o'qidi. Farzandingiz aqli zaif. Biz uni boshqa bolalar bilan birga maktabda o'qita olmaymiz. Shuning uchun sizga uni uyda o'qitishni tavsiya qilamiz. Edison bir necha soat yig'ladi. So'ng o'z kundaligini ochib, quyidagi satrlarni yozdi. Thomas Alva Edison aqli zaif bo'laydi. Uning mard va fidoyi onasi tufayli u o'z asrining eng buyuk daholaridan biriga aylandi. Shunday ekan, bugungi aytgan narsalarimni, gaplarimni juda ham yaxshilab o'ylab ko'rishingizni va hammamiz birgalikda maktab sistemini o'zgartirishga takliflar kiritishimiz kerak. Bu ham dunyo rivojlanishiga, ham davlatimiz rivojlanishiga, ham odamlarni hayoti yaxshilanishiga yordam beradi deb o'ylayman. Maktabda hamma fandan 5 ga o'qishga harakat qilishim va bunga juda ko'p vaqtimni ketkazishim meni xatoyim deb hisoblayman. Agar qaytadan tug'ilib maktab davriga qaytib qolsam, men o'zim yoqtirgan 2-3 ta sohani tanlab olgan bo'lardim. Masalan, men jurnalistikaga, shunaqa narsalarga qiziqardim. Men o'zimni nutqimda ustida ishlardim, qanaqa qilib gapirish kerak. Mana shu narsalarni ko'proq o'rgangan bo'lardim deb o'ylayman. Lekin men bu tajribam bilan bo'lishyapman, shu bolalarimiz ham mana shunaqa xatolarga yo'l qo'ymasin. Meni farzandim hozir 2-sinfda o'qiydi, 4-sinfgacha o'qitmoqchiman. Keyin qanaqadir yo'naltirilgan maktabga yoki nimadir o'ylab topamiz. Ungacha 2 yil davomida albatta videomni ko'rgan insonlar birgalikda ta'lim tizimini o'zgartirish uchun takliflar kiritishimizni xohlardim. O'zgarib qolsa juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni ko'proq to'garaklar hosil qilinib, bolalarni keraksiz narsalarni o'rgatishdan ko'ra ularni rivojlantirishi, mustaqil hayotga tayyorlashi, o'rgatishni xohlardim maktab. Hozir maktabda o'qituvchilar, maktab sistemi, ta'lim tizimida ketayotganlar bu gaplarimdan ozgina xafa bo'lishi, jahli chiqishi mumkin, tabiiy hol, lekin haqiqatga tik qarash, haqiqatni gapirish kerak deb o'ylayman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Xursandman. Fikrlaringizni yozib qoldirib, obuna bo'lsangiz, yana boshqa o'zimning tajribalarim, bilimlarim bilan bo'lishib boraman.